videomiz xudo xolasa yangi ustalarga Spark'da yangi eski motorga kanchani qo'ymoqchi bo'lsalar, o'rtacha birinchi, ikkinchi paytdagi simlarni ulashidan bir qator tushuntirib o'tamiz. Xo'p, ichkaridan kelayotgan sim bor. Через davlen datchidan o'tib keladi. Davlen datchidan kelgan simimiz mana bu sim. Razonka qilib oldik naridan. Datchidan kelib turib, bunga kiradida через blok orqali mana bu fishkadan chiqib ketadi. Bu fishkalarni yodlab qolish eng oson yo'li mana quloq kichkina tomonda, mana chap tomondan 1, 2, 3, 4-teshigi. Bu chiqitish kompyuterga monoshamiz mana tishdagi chiqargan tomonda 46, 48, 49, 50, 51, 52 fishkasi kelib chiqiladi. Bu birinchisi. Endi davlatchi topib oldik. Ba'zi keldi. Bu ichkaridan pulchatirni powerini beradi. Bo'ldi. Endi kompyuterga buyrug'i. Kompyuter buyrug'i bu tomondan 45, 44, 43, 42, 41-fishkamiz. Hop, bu yerda oq simda kelyapti mana. Hop, tindagi katta tomoni ishga kirdi. Shunda ikkinchi qatorda ikkinchisi mana. Shu oq simda kelyapti. Bu kompressorimiz buyrug'i. Kompressorimiz endi relasi mana bu yerda joylashgan. Bundan chiqishda kompressor ikkita xotda chiqadi. Hop, kompressor ikkita chiqish xoti bor. Mana bu yerdan tushuntirganda. Hop, bu tomondan birdan chiqadi, ikkinchi 25 dan chiqadi. Birimiz mana bir bo'ladi. Kichkina qurolli tomondan mana birinchi fishkasi berasiz. Bu yerda uchinchi teshik bo'ladi mana. Shu joylardan chiqadi kabellari. Bu tomondan simni qatdan topib olaman degan bo'lsangiz, biz bu tomondan tayyor kabel kelgan bo'ladi. Metgacha kelgan bo'ladi. Ishda kerak, batdan ag'iga bir dona sima bor, davlen datchikka atdan blokka berib, blokdan kompyuter yozsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Salon garajning datchigi ishda kerak, doim torpeda provodkada tayyor bo'ladi. Salon datchigi sim ham kerak deydiganlarga ichkaridan kelishi, mana 76, 77 sim bittasi, 48, 46, 47, 48, 49 fishka ikkinchisi bo'ladi. Xudo xolasa tayyor bunisi. Akalar, bu eski motor Spark'da videosi bo'ldi. Xudo xolasa keyingi video nima uchun chiqishini xohlasalaring, kommentariyga yozib ketsalaring, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha bitkazib beramiz. Lojin avtomasterga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat yopdi.